Zulfiqor Musoqovdan Yulduz Rajabovagacha yilning eng yaxshilari mukofotlangan Oltin Humo 2025 kino taqdimotidan reportaj. 17-dekabr kuni Milliy kino san'at saroyida Oltin Humo 2025 milliy kino taqdimot marosimi bo'lib o'tdi. Kechada kino sohasiga yil davomida o'z hissasini qo'shgan eng yaxshi ijodkorlar Kino arboblar uyushmasi hakamlar hay'ati tomonidan taqdirlandi. Kecha o'zbek kinosida o'chmas iz qoldirgan marhum aktyor, aktrisalarni xotirlovchi videorolik bilan boshlandi. O'zbek kinematografiyasi rivojiga qo'shgan hissasi uchun quyidagi san'at arboblari maxsus mukofot bilan taqdirlandi. O'zbekiston xalq artisti Gulchehra Jamilova, O'zbekiston san'at arbobi kinobastakor Mirhalil Mahmudov, san'atshunoslik fanlari nomzodi professor Sabohat Hayitmatova, shuhrat medali sohibi grim rassomi Baxtiyor Temirov. Ushbu nominatsiyalar bo'yicha Oltin Humo milliy mukofoti o'z egalariga topshirildi. Eng yaxshi hujjatli film rejissyor Jahongir Ahmedovning Oq oltin balosi filmi. Eng yaxshi animatsion film Aqlli qizaloq filmi uchun Azizbek Muhammedov. Eng yaxshi ovoz rejissyori Bahorni quvib film uchun Ulug'bek Abdusoatov. Eng yaxshi montaj ishi Daydi shamol film uchun Azim Botirov. Eng yaxshi grafika ishi Hudud film uchun Behruz Po'latov. Eng yaxshi rassom ishi Paxta film uchun Bektosh Rajabov. Eng yaxshi grim rassomi Maxtumquli Firog'iy film uchun Mahbuba Esonova. Eng yaxshi liboslar bo'yicha rassom Maxtumquli Firog'iy film uchun Nigora Po'latova. Eng yaxshi kino bastakori Mening mahallam film uchun Jamshid Izamov. Eng yaxshi ssenariy Bahorni quvib film uchun Erkin Azam. Eng yaxshi operatorlik ishi Paxta film uchun Boris Litovchenko. Eng yaxshi rejissyorlik ishi Umida Fudziyama haqida tush filmi uchun Zulfiqor Musoqov. Eng yaxshi ayol roli Shamsi Qamar filmi uchun Yulduz Rajabova. Eng yaxshi erkak roli Cho'liq filmi uchun Ulug'bek Muhammadkarimov. Tomoshabin mehrini qozongan film Amaliyotchi qiz filmi uchun Iqbol Meliqo'ziyev. Hakamlar hay'atining maxsus mukofoti Adolat filmi. Eng yaxshi film Maxtumquli Firog'iy filmi uchun Muzaffar Erkinov. Yulduz Rajabova Oltin Humo statuetkasini ustoz san'atkor Izomat Ergashevning qo'lidan qabul qilib oldi. Aktrisa sahnadagi nutqida O'zbekistonning eng oldi aktrisalari qatorida bo'lish o'zi uchun sharaf ekanini aytib o'tdi. Juda ham hayajonli kutilmagan voqea sodir bo'ldi. Bu mukofotni Shamsi Qamar filmidagi barcha ijodkorlar, o'tgan ustozlarim jumladan Bahodir Yo'ldoshevga bag'ishlayman. Rolim Quyosh bolasining onasi bo'lishi mumkin edi, ammo filmda bola unday bo'lmaydi. Mana shunday onalarning qahramoni hayoti va farzandlariga hayotini baxshida qilgan rolni his qilishimga yordam berdi. Chunki shunday onalarni ko'rdim, kuzatdim. Ular kuchli, shijoatli, sabrli onalar ekan, deydi aktrisa filmdagi roli haqida. Men rosti yilning eng yaxshi aktrisasi sifatida mukofotni Dilnoza Kubayeva oladi deb o'ylagan edim. Uning matonatli Maryam filmidagi rolini treylerda ko'rdim. Juda ta'sirlandim. Erkak aktyor sifatida kimni kutganimni aytmay qo'ya qolay. Kim olsa ham xursand bo'laman, chunki taqdirlash marosimida albatta mehnat qilganlar mukofotlanadi. 2026-yildagi rejalarimni hali ayta olmayman, sababi hammasi sekin-sekin rejalashtirilyapti. Haqiqiy ijodkor mukofotga qaramay ham ishlayveradi. Mukofot albatta rag'batlantiriladi, kuch bag'ishlaydi va qilingan mehnat shunchaki ketmasligini ko'rsatadi, deydi Yulduz Rajabova. Aktyor Ulug'bek Muhammadkarimov Cho'liq filmidagi mukofotni olishni kutmagani, filmdagi rolini his qilish uchun cho'ponlar bilan ularning sharoitini yashagani haqida so'zlab berdi. O'tirgan joyimda ham shuncha aktyorlar turganda men olmasam kerak, nahot menga berilsa, axir ilk bosh rolim deb o'ylayotgandim. Mana nasib qildi, lekin kutmagan edim. Shu vaqtgacha faqat epizod rollarni ijro etganman. Rejissyorimiz menga shu rolni ishonib topshirdi. Haqiqiy bo'ri, ayiqlar bilan ishladik, rostakam chavandozlikni o'rgandim. Cho'ponlik juda qiyin ish ekan, sababi cho'pon bitta, atrofda faqat qo'ylar va cho'lig'i. Yozni issiq, qishni esa sovuq demay yurishar ekan. Filmda har bir fasl ko'rsatilgan, shu sababli bir yarim yil vaqtimiz ketdi. Bu orada 5-6 ta kino takliflardan quruq qoldim, ammo bunga achinmayman, deydi Ulug'bek Muhammadkarimov. Tadbirda Dilnoza Kubayeva, Rixsitulla Abdullayev, Lola Eltoyeva hamda Muhammadiso Abdulxayrov, Mirshakar Fayzullayev, Bobur Mansurov va Jahongir Xo'jayevlar boshlovchilik qildi. Agarda sizga mashhurlar hayoti qiziq bo'lsa, bizni kuzatishda davom eting.